Xo'p, bizda o'sha dispatch holati bor, ya'ni dispatch funksiyamiz bor. Bu o'sha hammasini bitta qilib bizga masalan bu yoqdan tepadan root yig'di, qaysi metodligi, mana bu yerda trim qilib masalan slashlar olib tashadi. Hammasini amalga oshirgandan keyin uni biz endi birlashtirishimiz kerak. Mana bu yoqda run functionda hamma narsani metodlar aniqlayapti-da, oxiri dispatchga action va parametrlar qabul qilish uchun ikkita argument beraveryapti. Xo'p, bu yoqda qisqacha aytadigan bo'lsak, nimalar bor? Bu yerda o'sha bizda yig'ilgan barcha daniylarni o'sha joylarini topish qoldi. Ya'ni hamma narsa get postiga aniq bo'ldi, qaysi URL dan request kelayotgani hammasi aniq bo'ldi. Shunchaki manzil topish kerak. Qaysi manzil deydigan bo'lsa, bu yoqda app controllers mana bu app, mana bu controllers namespace ostida, ya'ni shu fayllar ichida kontrollerlar joylashganligini anglatuvchi asosiy joyimiz hisoblanadi. App controllers ichida kontrollerlar bor. Endi kontrollerlar masalan 10 ta kontrollerimiz bo'lishi mumkin. Home controller bor, user controller bo'lishi mumkin yoki masalan payment controller bo'lishi mumkin. Ko'p kontrollerlar bo'lgani uchun biz buni dinamik yechim qilishimiz kerak. Ya'ni dinamik deganda xuddiki for cycliga o'xshab, xuddiki bir bizda boshi ma'lum, oxiri bizni so'rovimizga qarab hal bo'ladi. Controller name bu yerda dinamik, har qanday controller name bo'lishi mumkin. Xo'p, uni qanday olamiz? Mana bu sabachka bekorga yozilmagan. Bu yerda mana bu controller, home controller sabachka index degani bu controller name, bu controller ichidagi action name. Ya'ni qaysi funksiyaga borishligi. Mana shu kuchukcha ikkisini ajratadi. Controller name va controller ichidagi actionni ajratuvchi belgi hisoblanadi. Xuddi mana shu controller, home controllerda masalan slash bilan URL berilganda home controller ichidagi index actionga borishini biz bu yerda hal qilib yozganimizda, mana shu yerda endi o'qiladi. App ichida controllers fayllari ichida home controllerni topadi endi bu. Sabachkagacha bo'lgan endi bizdagi hozirgi bor kontrollerimiz home controller, shuning uchun sabachkagacha bo'lgan kontrollerni bizda hozircha home controller. Mana shuni olib kelib qo'yadi. Masalan, bu yerga bunday qo'ysam, bu ishlaydi. Masalan, home controller emas, s home controller desam, shu bu yoqda xato beryapti. Mana s home controller yo'q deb. Xo'p, buning asosiy vazifasi mana shu yerda home controller. Endi bu yoqda har xil validatsiyalar yozilgan. Masalan, home controller, masalan, mana shu kontroller topilmasa qanday errorlar berishi. Aynan mana shuni ko'rsak, masalan, s controller not found. Mana bu full controllerda, mana controller bu mana shu controller full controllerda mana bu yerdan olyapti. Mana shuni bu yoqqa qo'yib yuboryapti. Not found, mana bu not found. Ya'ni shunday validatsiya yozilgan. Aynan nima error chiqayotganini aniq ko'rishimiz uchun kontrollerga oid bo'lgani uchun kontroller so'zi ishlatilgan. Bu yerda aynan qaysi joyda xato bo'layotganini belgilash uchun mana bu render bo'layotgan joydagi jarayonni holatini bu yoqqa yozgan. Xo'p, shu tariqa bu dispatch bu run functionimiz ishlaydi va bu kontrollerga keladi endi. Kontrollerga keladi. Kontroller kelganda indeksga murojaat qiladi. Chunki bizda slash indeksga murojaat qiladi. Indeksga murojaat qilganda indeks bizga nima qilyapti? Return holatida view home ga o'tyapti. Ya'ni view MVC dagi views ichidagi home PHP ga o'tyapti. Mana bu yerga return qiladi. Bu yerda biz echo orqali mana HTML natijani chiqaryapmiz. Masalan, users ikkitasi, bu yerda ikkitasi.